Juftlikdagi munosabatlarda, ya'ni er va xotin munosabatlarida nega juftliklar birlashib, rivojlanib keta olmaydilar? Ularni bir-biri bilan birlashishiga, munosabatlarni uyg'unlikda olib ketishiga nima to'siq bo'ladi? To'siq bo'ladigan eng asosiy holatlarni keltirib o'taman. Ulardan asosiysi juftliklardagi obrazlar, ya'ni o'zlari yaratgan sarobiy o'yinlar, sarobiy obrazlar. Ya'ni juftlikdagi munosabatlarga kirishgandan so'ng ayol erkakni meniki, erkak esa ayolni meniki deb chegaralar qo'yishi va er va xotin munosabatlarining shakllanishi, shartlilikdagi munosabatlar. Har qanaqa holatda munosabatda shartlilik kuchayadi. Shartlilik kuchayishi nimadan bo'ladi? Shartlilik kuchayishi aynan mana shu yaxshi ayol, yaxshi erkak, ota, ona kabi obrazlardan kelib chiqadi. Ayol o'zidan haddan ortiq yaxshi ayolni yasashni boshlaydi. Vafodor rafiqa, yaxshi ona, farzandlarga ona, minglab nomlarni keltirib o'tish mumkin. Va mana shu obrazlar, ya'ni o'zidan yaxshi ayolni yasagani sari erkakdan yaxshi erkak bo'lishni talab qiladi. Munosabatlar o'zi aslida qanday shakllanadi? Inson munosabatni shunday quradi. Ya'ni o'ziga qanday munosabatda bo'lsa, boshqalarga ham xuddi shunday munosabatda bo'ladi. Men aqlli ayolman-ku, men yaxshi ayolman-ku, men sadoqatli rafiqaman-ku, axir men qilyapman-ku. Hammasini o'zidan voz kechib, o'zini unutgan holatda qiladi. Farzandlariga ham yaxshi ona bo'lish uchun qattiq harakat qiladi. O'zini unutgan holda. Bu orada o'zini unutishlar juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni munosabatlarda g'arq bo'ladi. O'zini dunyosini unutadi. Asl dunyosini, asliyatini unutadi. Erkakning dunyosida yo'q bo'lib ketib, ayolligini bu erkak bilan tan olmoqchi bo'ladi. Ya'ni o'zini ayolligini his qilish uchun erkakning dunyosiga kirib ketadi. Va o'zini ayolligini his qilish uchun farzandining hayotiga chuqur kirib ketadi. Hayotidagi har bitta insonning hayotiga kirib ketadi-da, lekin o'zini unutgan holatda. Bunaqa holatda munosabatlarga og'riq kirib kelgandan keyin esa u yana hayron qoladi. Ya'ni erkak ham xuddi shunaqa. Ayol bilan birlashib keta olmasligining sababi men yaxshi erkakman, yaxshi otaman. Mana shu talab shartliklar ikkita insonni bir-biri bilan ilohiy shartsizlikda, shartsiz sevgida birlashib ketishlariga yo'l qo'ymaydi. Va ko'proq bu ayol kishida seziladi. Chunki ko'proq ayol kishi hissiyot bilan yashaydi, emotsiya bilan yashaydi. Va ayol o'ziga qo'ygan talab shartliklari, o'zini unutgani, unutib yashayotgani, o'ziga qo'ygan talab shartliklari, o'ziga qo'ygan katta yelkasiga yuklab olgan, o'zi ko'tara olmaydigan og'riqlari bo'lar ekan, u mana bu munosabatlarda baxtli bo'lishi, baxt qidirishi unga og'riq keltiradi. Aslida og'riqni chuqur ildizlari turgan bo'ladi. Aynan mana shu ildizlar bilan ishlash aynan o'zini anglashdan boshlanadi. Agar siz
juftingiz bilan munosabatlarda birlashib keta olmayotgan bo'lsangiz, munosabatlarda faqat og'riq olayotgan bo'lsangiz, o'zingizni yanada chuqurroq his qilishni istasangiz, sizni Telegram sahifamga taklif etaman. Ushbu sahifamda ochiq efirlarda bu mavzuda ko'proq energiyalarni his qilib olishingiz mumkin bo'ladi.